Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizni kuzatib boradigan ahli qadrdonlar. Bugun biz Otabek Qodirov janoblaridan intervyu olmoqchimiz. O'sha ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo'lgan, ko'plab kommentariyalar yig'gan Otabek Qodirovni bugun suhbatga chorlaymiz. Avvalo assalomu alaykum qadrdonlar, yurtdoshlar, omonmisizlar? Ro'zai Ramazon, yaxshilik kunlar hammamizga muborak, xayrli bo'lsin. Egamga shukronalar bo'lsin. Dilshodjon ukamiz, O'tkirbek ukalarimiz. Faqat ijoddalar to'xtatmasdan qarsillatib bosyapti, iloyim omadlarini bersin. Va bugun Alloh nasib qilib biz yonimizda birga suhbatdamiz. Bugun endi chiroyli savollar bor. Ularda chiroyli javoblari ham bo'ladi, xolos. Birinchi savolim shuki, shu ijtimoiy tarmoqlarda yoziladigan kommentlarga qanaqa qaraysiz? Sizni juda ko'pchilik Rossiyaga ham jo'natib yubordi aka, yoki bo'lmasa yana bir qizig'iga ko'zim tushdi, oyog'ida prujinasi bor ham dedi. Qanaqa qaraysiz shularga? Qanaqa javob berasiz aka? Mana to'pli qalay? Yaxshi to'plimi shu? Prujinali to'plimi shu? Shu bunda avvalo prujina yo'q. Endi Rossiyaga kommentariyalarga e'tibor qilayotgan bo'lsak, iloji boricha men hammasini o'qib chiqaman. Harakat qilaman o'qib chiqishga. Juda chiroyli bir yaxshi temalar bor, yaxshi gaplar bor. Hattoki Rossiyaga biletni o'zim olib beraman, deport bo'lsa ochib beraman ham degan qadrdonlar ham bor. Ularga men yaxshi qarayman. Endi balkim hazildir. Balkim bir haligi kayfiyat uchun qiziqishda gapirgandir. Endi o'sha videoga keladigan bo'lsak, umr asli 5 kunlik safo, gohi safo, gohida jafo, tashlab ketib borgan o'sha bevafo, yoshligimga qaytkim keladi deb aytilgan ashulada. Bu ashulalarni tarixiga keladigan bo'lsak, ustozimiz avvalo Xurshid Rasulov juda chiroyli ijro qilishgan. Ularga havas qilib ijro qilamiz. Juda charchagan holatda aytilib qoldi-da. Bu ham yaxshilikka. O'sha kuni birinchi kunduzi sunnat to'yida o'tkazdik. Ikkinchi qiz chiqaruv xizmatida o'tkazdik. Shu uchinchisi shu erkaklar bazmiga borib aytilgan holat. Rosa tomoq charchagan, og'rigan, uxlamagan, toliqqan holatda aytilgan. Shungadir balkim kommentariyadagi har xil gaplar. Buni orqasida Xudo xolasa ko'rsalar yaxshi ijrolar ham bor. Qadrdonlar, omonlik bo'lsin.